Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Siz ushbu kanalda O'zbekiston bozorlaridagi har kunlik valyuta kurslarini kuzatib borishingiz mumkin. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugun 2026-yil 18-iyul sanasi O'zbekiston bozorlarida dollar, yevro, rubl kurslarini olinishi, sotilishi bo'yicha sizlarga batafsil va aniq ma'lumotlar berib o'tamiz. Moskva shahri va Moskva oblastidagi vatandoshlarimiz diqqatiga, sizlarga eng ishonchli 7 yillik ish stajiga ega dokument xizmatini taklif etamiz. Registratsiya va uni prodleniyasi, turdovoy dogovor уведомленияsi bilan eng arzon narxda 1 yil garantiyasi bilan va amina приложениесini ochmaganlar uchun ham hostelga registratsiya qilib berish, INN, SNIS va проверка запрет reyestrga tushganlarga ham yordam beriladi va barcha shunga o'xshash 20 dan ortiq xizmatlarni ishonchli va sinovdan o'tgan eng arzon narxlarda xizmat ko'rsatiladi. Ekrandagi raqamlarga WhatsAppdan yozing yoki to'g'ridan to'g'ri mana shu telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Unga ko'ra bugun yurtimizda 100 dollar kursi olsangiz 1.209.000 so'm, sotsangiz 1.204.000 so'mni tashkil etmoqda. Eski namunadagi 100 dollar kursi esa sotsangiz 1.199.000 so'mni tashkil etmoqda. 100 yevro kursi esa olsangiz 115 dollar, sotsangiz 112 dollarni tashkil etmoqda. Rossiya rubl kursi esa olsangiz 148.000 so'm, sotsangiz 143.000 so'mni tashkil etmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu ma'lumotlar barcha viloyatlardagi nisbatlardan kelib chiqqan holda berildi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.